Din nahli sen. Etdan tarqagan haromi, chort namanganlik musorlar bile. Oysara opani ko'ti jumagul. Tilingga ilk bir gorma deymi? Shilta. Namanganlik cho'tlar desa, men namanganlikman. O'shaning uchun bu videoni qilyapman. Haqiqiy cho'rt sansan. Cho'rtligi o'zingni ayoling juft halolingni ommaga internetda ko'rsatib, "Men u musor bilan men ajrashyapman" deb turibsan. Endi xotining ham senga o'zi nimada javob qilganini o'zi eshitilib turibdi. Ayoling musor bo'lsa, sen musor paqirsan. Musor chelaksan. Shilta yaqinda Sardor Mamadaliyev og'zingga tupurib qo'ydi. Ta'mi ketib qolibdi shekilli og'zingdan. Yana bir tupurib qo'yaylikmi? Shemayib yurasanmi? Hani ertasiga video qilyapsan. Biz bunaqa edi, kafiyatim yo'qdi. Po'q so'zlab qo'yimman, qaynonamni yaxshi ko'raman, yaxshi ko'rganim uchun qiziga uylangandim. O'san musor bitta ayol kishini yo'lga sola olmagan, bitta ayol bilan murosa qilib, ayolingga gapi o'tmaydigan bir xezalarga qasam-ku. Ya'ni ko'chada erkaman deb yurishingga. Sen to'g'ri gap o'g'il bo'laman deb yurma. Erkak kishi ayolga gap o'tish kerak. Ayoli eriga seni ayoling qilgan javob qilmaslik kerak. Sen o'zingni oilada erkakligingni, oila bo'shliqligingni o'sha xotiningga ko'rsata olmagansan. Shuning uchun sen ko'chada men erkakman deb katta gapirmagan. Haqiqiy musor paqir qozon quti tog'ar aytasan. Cho'rt deb sandaqirini aytadi.